Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы увидеть такие автомобили. Tasavvur qiling, kamera yoqiladi va siz yangi Bumux 3 2026 yonida turibsiz. Oz segmentining eng mashhur premium crossoverlardan biri. Endi esa yanada zamonaviy, yanada aqlli va yanada jozibali ko'rinishda. Bu nafaqat navbatdagi restyling, balki model tarixidagi muhim bosqich. 3 birinchi marta 2003 yilda taqdim etilgan va shu kundan boshlab kompakt premium suv bozori uchun standart yaratgan edi. Tashqi ko'rinishga bir qarashdayoq 2026 yilgi 3 ozining yangilangan radiator panjarasi, torroq va agressivroq LED faralari, aniq chizilgan aerodinamik shakllari bilan e'tiborni tortadi. Crossover avvalgidan sal kattaroq, kengroq va yo'lda ishonchliroq turadi. Yon tomonlardagi yangi shtampovkalar, kattaroq disklar va orqa fonallardagi zamonaviy yorug'lik grafika uni yanada premium ko'rsatadi. Bu dizayn Bumning kattaroq modellaridan 5 va 7 dan ilhom olgan, lekin 3 oziga xos sport ruhini yo'qotmagan. Raqobatchilar bilan solishtirilganda Audi 5, Mercedes-Benz Gult va Volvo 60 Bumux 3 ozining eng kuchli tomoni bilan ajraladi: haydash zavqi. 5 texnologiyaga urg'u beradi, Gult yumshoqlik va hashamatni taklif qiladi, 60 esa xavfsizlikka e'tibor qaratadi. Ammo 3 2026 yilgi avlodda ham eng jonli, eng sportiv haydash hislarini taqdim etadi. Bu Bumning yillar davomida shakllangan imidji. Salon ichiga o'tganda esa sizni yangi avlod Bumu interyeri kutadi. Katta yoy shaklidagi displey, bitta oynada jamlangan virtual panel va multimedia tizimi juda zamonaviy va juda tez ishlaydi. Materiallar sifati oshgan, yumshoq charm, alyuminiy elementlar, yangi teksturadagi plastiklar va ko'p rangli ambient yoritish salonni juda yoqimli kayfiyatga kiritadi. O'tirish pozitsiyasi sportcha, lekin qulay. Orqa o'rindiqlarda esa joy yetarli, yukxona hajmi ham ziyoda. Texnik jihozlar ham modernizatsiya qilingan. Yangilangan adaptive cruise control, o'z polosangizda ushlab turish, kor joy nazorati, avtomatik parkovka, haydovchiga yordam beruvchi yarim avtopilot funksiyalari mavjud.